Bugun deyarli har birimiz bir kunda bir marotaba bo'lsa ham savdo do'konlarida naqd pul orqali xarid amalga oshiramiz. Savdodan so'ng bizga qaytim pulni aynan pul ko'rinishida emas, balki mayda tovarlar ko'rinishida qaytaradi. Xo'sh, bu jarayonda iste'molchi nima qilishi kerak? Mutaxassislar va yurtdoshlarimizga izlanib ko'ramiz. Ko'pincha endi mayda pulim yo'q desa endi qaytarib beraman. To'g'ri deb o'ylayman. Chunki siz u joyga saqich yoki gugurt olgani kirmadingiz. Siz mahsulotingizga kerakli mahsulotni oldingiz va o'rniga sizga qaytimiga unaqa narsa berish to'g'ri kelmaydi menimcha. Menga qurt, zvachka mana shunaqa berishgan. Ularga qaytib berishmagan. Olib qolishgan. Keyin o'zim rozi bo'lib berganman. Qaytib bergani yaxshiroq deyman. Yoshlar bor, ya'ni 1 mizom, 2 mizom so'raydi. Maktab o'quvchilari, bolalar, farzandlarimiz so'raydi bizdan shuni. Ashuni beramiz. Misol to'planib 5 ming, 10 ming to'planib qoladi. Ashuni beramiz omadagi. Pul qaytarib bergan yaxshi. Pul olganimizdan keyin qaytimni ham ishlatishimiz mumkin, boshqa narsa. Qaytim pul bergan yaxshi. O'zim ham ishlatadigan narsalarim bor joyda. Qaytimiga tanga beradi. Endi kim biladi, endi hammaga har xil nisbatan zvachka beradimi, shu qurq beradimi, gurtlardan ba'zi foydalanadi tursa. To'g'ri deb o'ylayman. Yo'q, iste'molchi o'zining xohishiga qarab bir xil qaytim so'rashsa berish kerak, tanga bo'ladi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Agar so'ramasa, o'sha rozi bo'lsa, ketaversa bo'laveradi. 2000 ga zvachka berish kerak edi. Gugurtni zvachka bergan, keyin to'plab ashuni qaytarib bergan. Qaytib olganmi? Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Pul kerak vaziyat bo'lishi mumkin. O'shanda qaytim berish kerak. Mayda bo'lmagandan keyin nima deysiz? Qabul qilamiz boshqa. Mayda tangalar bor-ku, muomalada. Endi balkim sotuvchida bo'lmay qolishi mumkin. Sotuvchida agar bo'lsa mayda bo'lgani yaxshi. Mayda bo'lmasa endi iloji yo'q. Aslida mijoz ham sotuvchi ham rozi bo'ladigan bo'lsa, bunga hech qanaqa qarshiligim yo'q. Qancha shu qaytimini qaytarib berish kerak. Yoki so'rash kerak. Gugurt bersam bo'ladimi deb. Rozi bo'lsa, ha deb. Ko'p hollarda xaridor va sotuvchi o'rtasidagi bu kichik savdo o'zaro rozilik asosida amalga oshgandek ko'rinadi. Biroq bu yerda iste'molchining erkin tanlov huquqi poymol qilinmoqda. Chunki qaytim o'rniga berilayotgan saqich, gugurt, konfet yoki boshqa mahsulot aslida rejalashtirilmagan xariddir. Sotuvchi o'z zimmasidagi mayda pul bilan ta'minlash majburiyatini xaridorning zimmasiga yuklab qo'ymoqda. Qaytimlarga qo'shimcha bir tovar berish iste'molchini o'sha sotuvchi tomonidan haq evaziga qo'shimcha tovar sotib olishga, qistovga olishga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21-moddasida qonundan taqiqlangan belgilab qo'yilgan. Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, har bir xarid chek orqali rasmiylashtirilishi shart. Qaytim puli o'rniga berilgan buyum ko'pincha kassa apparatidan o'tkazilmaydi. Bu esa savdo qoidalarining va fiskal intizomining buzilishiga olib keladi. Iste'molchi qaytimni naqd pul ko'rinishida talab qilishga, rad etilgan taqdirda esa maxsus vakolatli organlarga murojaat qilishga to'liq huquqlidir. Chakan savdo qoidalarida belgilanganki, sotuvchi tomonidan xaridorlarga, iste'molchilarga barcha to'lov shakllari bilan ta'minlab berilib bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha bank plastik kartochkasidan yoki naqd ko'rinishda har qanday tovarni xarid qilish imkoniyati yaratib berish kerak. Dastlab o'sha holatda joyida hal qilish imkoni bo'lsa, ya'ni sotuvchiga yoki ijrochiga o'ziga murojaat qilib, mana shunaqa holat qonunchilik belgilangan xabardor bo'lmagan taqdirda ham o'ziga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar u o'sha talablarni bajarmasa, bundan bosh tortsa, qo'mitamizning qisqa raqami bor, ya'ni kol markazini 1159 qisqa raqamiga telefon qilib murojaat qoldirishlari mumkin. Holatda nima qilsalar, asoslovchi ma'lumotlar bilan birga biz o'sha buzilgan huquqlarni tiklab berishga tayyormiz. Qonunchilikka ko'ra, xariddan so'ng qaytim pul iste'molchiga to'liq va aynan pul ko'rinishida berilishi shart. Sotuvchining qaytim pul o'rniga turli tovarlar taklif qilishi qonun talablariga zid hisoblanadi. Shu bois har bir iste'molchi o'z huquqlarini bilishi, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari esa qonuniy talablarni to'liq bajarishi shart. Zokir Mo'minov, Kamoliddin Qurbonov bugun dastur uchun.